Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Passage 2 va Passage 3 ni qanday qilib solve qilsa bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Demak, oldingi darsda men Passage 1 degishni o'rgatganman. Shunda esinglarda bo'lsa, faqatgina scanning va skimming dan foydalanganmiz. Bugun u metodlarda deyarli umuman kerak yo'q. Deyarli emas, вообще kerak yo'q. Juda ham ko'p mit tarqalgan Passage 2 va Passage, ayniqsa Passage 3 haqida. Bunaqa aytish kerak, unaqa aytish kerak, taktikalar bunaqa, haligi 2 millionlik ko'rshapalik nimalari, ko'rshapalik usullari, shunga o'xshagan narsalar umuman foyda bermaydi. Reading marafonlarida qatnashgan bolalar hammasi guvoh bo'lgan. Agar sizlar ham qatnashgan bo'lsanglar yoki offline darsda qatnashgan bo'lsanglar, demak bilasizlar. Bu videoni ko'rishni kerak yo'q sizlarga. O'rniga artikel kitoblarda o'qinglar. Passage 2 va Passage 3 faqatgina bitta usul bilan yechiladi. Qanday qilib sizlar reading qilinadi xolos. Bu savol turlari it's okay, savol turlarini o'rgansak bo'ladi. Misol uchun savol turlariga qaraydigan bo'lsak, which paragraph contains the following information? Okay, juda ham ko'p odam qiynaladi. Meni oldimga kelishadi, Mr. Baha, shu savolni turini, demak, qanaqa qilib yechishni bilasizmi aka? Iltimos texnikasini o'rgating deydi. Hech qanaqa texnika yo'q. Hech qanaqa texnika yo'q. Misol uchun mana bu gap, mana shu birinchi gap qaysi paragrafda kelgan? Shuni bilish kerak. Bunga hech qanaqa texnika yo'q, guys. Keyingi savollarimiz misol uchun, demak, matching information bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda olimlarning ismlari turibdi. Va mana bu yerda o'sha gaplar. Qaysi olim, demak, qaysi gapni mana shu informatsiyani aytgan. Tushunarlimi? Match qilishlariga to'g'ri keladi. No more than 2 words, gap filling mana. Bu savollar qanaqa yetsam bo'ladi, Mr. Ba? Qanaqa bir opitlari bormi aka? Texnikalari bormi? Shunga o'xshagan juda ham ko'p savollar keladi. O'ylashadiki, что o'sha texnikani o'rgatsam, demak, o'sha bola bemalol keyin o'sha savollarni 100% tez yechib qo'ysa-da 9 olsa. Yo'q. Ikkinchi, uchinchi passage sizlarda, ayniqsa uchinchi passage qanchalik comprehension, ya'ni informatsiyani o'qib tushunishinglarni, qanchalik vocabularylar baland, grammatikalar zo'rligini tekshiradigan passagelar hisoblanadi. O'z-o'zidan bundan tushunish mumkinki, demak, sizlar ko'proq o'qishinglar kerak. Practice haftasiga 1 yoki 2 marta qilsanglar yetadi. Yoki misol uchun menga o'xshab Sundaylarda, faqat Sundays you can practice. Men odatda imtihondan oldin practice qilaman xolos. 1 yoki 2 marta shu qiyinlik, osonlik darajasini yana boshqatdan bitta sezib olish uchun, formaga qaytib olish uchun. Xo'p, demak, nima qilaman sizlar? Savol turlari odatda bir xil bo'ladi. Following information, oradan multiple choice tushib qolishi mumkin, lekin ko'pincha xuddi shunaqa matching ko'p bo'ladi. Xo'p, demak, ko'rib chiqamiz. Savol turlarini ko'rganimdan keyin title'ga qarayman. The discovery of a baby mammoth. Ya'ni o'sha mammoth, bolakay mammoth, kichkinagina mammothni discover qilishgan ekan demak. Xuddi shu narsa haqida gaplashamiz. Men sizlarga polni vaqtlarni olib bekorga hammasini yechib bermoqchi emasman. Ikkita paragraf yechib beraman-da, shu tushunib olasizlar. Nima haqida gapirayotganim, qanaqa texnika haqida gapiryapman. Bu texnika Passage 2 va Passage 3 uchun. Xo'p, ketdi. Xo'p, on a day morning in 2007 on the Yamal Peninsula in northwestern Siberia, a Nenets reindeer herder named Yuri Kudi stood on a sandbar on the Urubay River, looking carefully at a diminutive corpse. Demek 2007-yili ertalab saharda Yaman Peninsula degan o'sha northwest Siberiyada joylashgan nimada, demak, a Nenets reindeer herder. Ya'ni menimcha herder degani ovchi emas menimcha. Xullas, 100% bilmayman, misol uchun guys, hammasini tushunish ham shart emas. Men ikkita taxmin kelyapti, ikkalasining bittasi to'g'ri to'g'ri. O'sha reindeerlar bilan kiyiklar bilan shug'ullanadigan odam bo'lish kerak-da, o'shalarni qaraydiganmi yoki o'shalar bilan shug'ullanadigan odammi? Xullas, bu so'zni bilmadim, uzoq o'tirmayman men. Misol uchun 100% bilishim shart emas. Lekin bu qo'shiqlar yetishga ham nimasi yo'q, aloqasi yo'q narsa. Xo'p, misol uchun ovchisini bilmadim. Name it Yuri Kudi degan bratam sandbarda o'sha
daryolar o'rtasida qumli joy bo'ladi, ochilib qolgan joylar. O'sha yerda turgan ekan. Yuribe River'da. Looking carefully at a diminutive corpse. Ya'ni corpse yani endi buni hamma biladi. O'lgan hayvonni korpusi tanasiga qarab turgan ekan, kichkinagina. Although he had never seen such an animal before, oldin ko'rmagan bo'lishiga qaramasdan, Cody had seen many mammoth tusks. Demak, Cody juda ham ko'p o'sha mammothlarning tasklarini. Tusk nima bo'ladi? Adashmasam uni tishlari bunday chiqib turgan ikkita tishi bor. The thick corkscrew shafts that his people found each summer. Oldin bunaqa animalni ko'rmagan bo'lsa ham mammoth tasklarini ko'rgan ekan. Demak, to'liq o'zini ko'rmagan bo'lsa ham tasksini ko'rgan. Ya'ni degani mana bu task haqida taskslarni mana bu vergul degani ya'ni degani which is degani yoki which were which are xullas tushuntirib beradi. The thick corkscrew shafts and this persuaded him the corpse was a baby mammoth. Demak, o'shalarni ko'rgandan keyin shu bu narsa ishontiribdi brachkani. Demak, bu korpus точно o'sha mammothning bolasiga tegishlik. Okay, it was eerily, g'alati, strangely well preserved. Wow. G'alati, shuncha yillardan keyin ham cho'tki holatda turgani. Eerily degani g'alati, strange degani. Apart from its missing hair and toenails, it was perfectly intact. Ya'ni o'sha sochi bilan toenaillar bo'lmasa, oyoq tirnoqlari bo'lmasa ham deyapti. It was perfectly intact. Intact yani cho'tki holatda edi deyapti. Cody realized that the find might be significant. And he knew he could not just return home and forget all about it. Ancha tushundinglar? He therefore decided to travel to the small town of Yarsale to consult an old friend named Kirill Soretto. O'shani muhimligini tushungandan keyin, demak, o'sha the small towndagi do'stidan konsultatsiya olish uchun demak sayohat qilishga qaror qabul qildi. His friend took him to meet the director of the local museum. Okay, who persuaded the local authorities to fly Cody and Soretto back to the Yuribe River to collect the baby mammoth. Ya'ni o'rtog'ini oldiga boradi, o'rtog'i uni muzeyda, local muzeyda direktorning oldiga bordi. Keyin o'sha o'rtog'i demak muzeyda direktorga aytibki, "Davay, что bizni Cody ikkalamizni Yuribega jo'nat. Uchishimiz kerak biz baby mammothni olib kelish uchun" deyapti. Xuddi shunaqa o'qimay, imtihonda men endi oshib ketsa 1 minutda o'qiyman. 1 minut ketadi menga bu vaqt. Passage 1 1 minut yoki 1,5 minut. Farqi yo'q, guys. 9 ta passage bo'lsin, paragraf bo'lsin uzog'i. 10, 11, 12 minut 100% tushungandan keyin men savollarni 2-3 minutda yechib qo'yaman. O'shaning uchun menda odatda passagelar uzoq 15 minutda tugaydi. 3-chi passage bo'ladimi, 2 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, farqi yo'q. 15 minut max. Xo'p, demak, paragrafni o'qib tushundimmi? Endi savollarga borib qarayman. Qaranglar. Similarities between studies of mammoth remains yo'q. Bitta study degan haqida eshitma yo'q. Details of the uses to which mammoth body parts were put. Yo'q. Ya'ni body partlardan nimalarda foydalanilgani haqida detallar yo'q. A theory that accounts for the damage to Luba's face. Luba haqida eshitganimiz yo'q, to'g'rimi? Lekin maslahatim savollarni o'qiyotganda keywordlar tagiga chizib tushunib ketinglar, chunki keyingi paragraflarda chiqib qoladi. Demak, details of the uses. Mammoth's body, okay. A theory that accounts for the damage to Luba's face. Luba hali bilmaymiz. An explanation of how an individual was able to identify a small corpse. An explanation of how an individual was able to identify a small corpse. Xuddi shu narsa haqida eshitdik, to'g'rimi? Biratan kichkina korpus ko'rib qoladimi? Okay. Javob paragraf A da. Okay. A comparison between Luba and other young mammoth species. Comparison Luba va boshqa kichkina mammoth korpuslarda. Yo'q. To'g'ri tushmaydi. Xo'p, Cody, Soretto, Lister, demak, bratanlar eshitdik biz. Soretto'ni ko'rdik, Cody'ni ko'rdik. Okay, qolgan brachkalar ko'rma. The indications are that mammoths died as a result of climate change. Mammoths died as yo'q. The teeth analysis is important. The corpse of the baby is in better condition than any other that has been discovered. Eng zo'r edi. To'g'ri, zo'r holatda saqlangan edi.
lekin qolganlardan zo'r, lekin comparison yo'q. O'shancha olaman. It would be a mistake to ignore the baby mammoth discovery because of its potential importance. Shu narsa bor edi. Baby mammothni demak, cho'ta nima? Because of its buni ignore qilib bo'lmasdi. Demak, kim aytdi shu gapni, guys? Esinglarda mana bu yerda kim aytdi? People find, okay, corpse. Okay. Could you realize it might be significant? Could you realize the finding might be significant? Javob demak could you aytyapti bu gapni. Javob could you bo'ladi. Hop, could you qanasan? A. Okay, 9A bo'ladi. Mammoths often died as a time of year when they should have been in good physical condition. Nabarot eng zo'r physical condition paytida mammothlar o'lgan deyapti. G'alati, lekin buni haqida ko'rganimiz yo'q. Number 2, or some researchers say that a marked rise in temperature impact on mammoths by changing the type of bola available. Hali bitta a marked rise in temperature haqida uni ta'sirlari haqida eshitganimiz yo'q. Zato bitta paragrafni o'qiyapman, ikkita savol javobini topyapman. To'g'rimi? Agar sizlar tasavvur qiling, imtihonda bitta savollarga qaraydigan bo'lsa, mana shu 4-savolni topish uchun sizlar guys 1, 2, 3 ta savolni oqtarib chiqasizlar. Xullas dahshatda guys, umuman dahshatli holat. O'shancha tixa o'qib ketaverlar. Agar siz o'qib ketsangiz, zo'r tarafi savollarni orderda keladimi? Orderda kelmaydimi? Qizig'i yo'q sizlar, chunki bir boshdan tugatib tashlaysizlar paragraflarni. Tushunyapsizmi? Mana bitta paragrafni o'qidim, ikkita savol javobini topdim. Endi qolganini o'qiymiz. Borgan sari qiziq bo'lib ketaveradi. Mammoths became extinct between 14,000 and 10,000 years ago. Okay, extinct ya'ni yo'qolib, kamayib ketdi. Since the extinctions coincided with the end of the most recent ice age, many researchers believe that the primary cause of the great die-off was the sharp rise in temperature. Wow. Gap filmga keldik. Demak, coincided with degani o'sha sababidan bo'lish yoki bir vaqtda o'zida bo'lish. To'g'rimi? Since the extinctions coincide with the end of the most recent ice age the oxirida bo'lgani uchun deyapti. Many researchers juda ham ko'p olimlar ishonadi, the primary cause, asosiy sababi great die-off. Die bilan die-off farqi, die-off umuman yo'q bo'lib ketish, o'lib yo'q bo'lib ketish. Sababi sharp rise in temperature. Demak, haroratda marked increase bo'lishi. Xo'p, nima bo'ladi? Which dramatically altered, ya'ni tubdan o'zgartirib yubordi the vegetation. Demak, o't o'lanlar, xullas, o'simliklarni demak yo'q qilib tashladi, xullas, menimcha. We have strong evidence that temperature rise played a significant part in their extinction deyapti. Adrian Bratishka deyapti-ki, bizda juda ham kuchli evidence bor deyapti. Vegetation demak, temperature juda ham katta rol o'ynadi deyapti. Panda baba London pen, okay, kerak yo'q menga. And Eurasia, the timing of the two events matched closely. Yani the timing of the two events, extinction yo'qolib ketishi, keyin temperature oshib ketishi, extinction bilan temperature bir vaqtda bo'lishi. However, with the arrival of the extinctions also coincided. However, with the arrival of modern humans, odamlar bilan ham, odamlar kelishi ham, demak 3 ta narsa bo'lib qolgan ekan. Demak, temperature oshib ketgan, extinction bo'lgan, extinction, temperature oshib ketishi, undan keyin zamonaviy odamlar kelishi. Xo'p, nima bo'lgan endi odamlar kelgan bo'lsa, qiziqyapman. In addition to exploiting mammoths for food, demak, mammothlarni ovqat qilib yeyishdan tashqari deyapti. They used their bones and tusks to make weapons. Weaponlar qilgan, toollar qilishgan, qurollar qilishgan, and even dwellings. Xo'p, даже yashash, qanday qilib mammoth yashash? How is that possible? Bilmadim, lekin dwellings hayronman. Some scientists believe humans were as much to blame as the temperature. Temperature bilan bir xil zarar keltirgan deyapti. For the great die-off, some say they caused it
Ba'zilar aytadi, odamlarni bo'lgan extinction harorat temperature'ni deb emas deyapti. Tushunarligi, demak, normani tushundik. Ko'ryapsiz, hamma tushunishim shart emasman, lekin ma'nosini tushunyapman. Asosiy key informatsiyalar tushunyapman. Xo'p, endi ketdik. Xo'p, comparison with Luba, the theory of damage, mana bu yerda bo'ladi. Javob B bo'ladi. Nimaga desanglar, details of the uses to which mammoth body parts were put. Tools, weapon, dwelling, food. To'g'rimi? Demak, hammasi tushadi mana. B bo'ladi. Agar bu savolni yaxshi tushunmayotgan bo'lsa, to which bilan, demak, grammatikada yaxshi emas. Undan keyin to put into use degan nimani bilmaysizlar. Nima dedi? To put into use degan shunga o'xshagan ibora bor, demak. Вообще zo'r ibora. Foydalanish degani. To put into use. Foydalanish. Xo'p, demak, bitta javob chiqdi. Luba face yo'q, ular hali bizda yo'q. That means that as a result of climate change. To'g'ri. Kim aytdi bu gapni? Adrian Lister aytdimi? Kim aytdi bu gapni? Bizda strong evidence bor. Что Lister mana. Temperature deb o'lgan hayvonlar. Lister bratishkamiz aytgan. Demak, Lister qanisan C bo'ladi mana. 6 T sanat eshitmadi, corpse of okay condition. At a time when they physical good condition haqida hali eshitganimiz yo'q. Mana bu yerda endi borsak bo'ladi. Some researchers say that marketable impact on mountains by altering the types of vegetation. To'g'rimi? Vegetation. Baram. Alter degani, demak change degani mana. Change the type of vegetation available. Demak, bitta, ikkita, uchta. Hali bitta paragrafni o'qiyapman, uchta savol javobini topyapman. Mazza. Undan keyin bir boshdan paragraflar tushunib, o'sha tekstni polni nima haqida bilib ketyapman-da. Mazza imtihondan, misol uchun vaqtlar kelganda 10 minut yechib qo'ygan paytlarim bo'lganda, passage qiziq bo'lgan. Bunchalik qiziq emas, lekin o'qisanglar qiziq bo'ladi. Qanchalik passage bilan haligi bir kirishib ketsanglar, shunchalik javoblar topish oson bo'ladi. Qiziqasiz. Unaqa scanning qilib, keywordlar oqtarib, doldurib, shoshilib topa olmasdan, misol uchun juda ham ko'p keywordlar ko'p joyda kelishi mumkin-da. U hammasi bitta-bitta o'qib, imtihonda stressga tushib qolasizlar, guys. Xuddi shu texnikani ishlasanglar, hech qanaqa stress yo'q-da, misol uchun. Maza qilasizlar. Ikkinchi va uchinchi passajda yetishdi yagona yo'li shu. Bir to'g'ri kitob o'qish shart emas, buncha anaqa bir texnikalar haqida reading by 9 degan kurslarga borish ham shart emas. Mana shu usulni bilib qo'yinglar, bo'ldi. Shu usul o'xshayaptimi? 50%, 60% yetishinglarga, qolganiga demak grammatikani, vokabul ishlamayaptimi? Demak, New Science o'qinglar, kitoblar o'qinglar, o'zlariga yoqqan. Hafta dushanbadan shanbagacha kitob o'qinglar, mazza qilib o'zingizga yoqqan kitobni o'qinglarda. Nima kuni, yakshanba kuni bitta polni test qilib qo'yinglar. Shoshilmasdan, imtihon hali 1 soatga qo'ymasdan yechib ko'ringlar. O'sha texnika oddiylashgandan keyin, oson qo'linglar kelib qolgandan keyin vaqtga qo'yib yechinglar-da. Birdaniga vaqtga qo'yib scanning qilishni keragi umuman yo'q, guys. Men javob qilaman. Mana shu usul 9, shogirdlarimcha 9, 8,5 achib ketgan readingdan, xuddi shu narsaning orqasidan. Ham smart work. Kuniga men bolalar bilaman, bechoralar har kuni ikkita praktik qiladi, uni analiz qiladi. Reading desa bechoralar o'sha boshi og'rib ketganda, bu sizlar vaqtinglarni olib qo'yadi. Uni o'rniga mazaq kitob o'qinglar. Undan keyin sveji kallaga, misol uchun, speaking qilishinglar mumkin, writing qilishinglar mumkin-da. Reading вообще vaqt olib qo'ygan narsa. Men shunaqa usulda yechaman. Menga вообще qizig'i yo'q. Qanaqa savol turi keladi, o'chirtda keladimi, o'chirtda kelmaydimi, keyword qaysini oson bo'ladi, qaysini oson bo'lmaydi. I don't give a damn. Bitta usul menga yetib ortadi. Tushunarlimi? Keyin hamma so'z tushunishim ham shart emas. Passajlar tushunib ketyapmanmi? Kontekstdan shu tushunib olaman-da. Bitta-ikkita so'z tushunmasam it's okay. Readingdan 6-7 marta 9 olganman. Bu degani o'sha bahaka hamma so'zni biladi degani emas. No, I don't know a lot of words, guys. Tushunyapsizlarmi? Asosiy tushunish. Demak, maslahatim sizlarga xuddi shu usuldan foydalaninglar. Barchaga rahmat. Keyin darslarda ko'rishguncha, savol turlariga ham videolar tayyorlayman hali. Albatta savol turlari bilan tanishib chiqishinglar kerak. Ularga atdeniy videolar tayyorlayman. Texnika shu. 13 xil savol turi bo'lsa, readingda shu texnika yetib ortadi. Passage 2 va passage 3 ga
Ming bor uzr, ko'p gapirib vaqtingizni olib qo'ygan bo'lsam, chunki ko'proq informatsiya berishni xohladim. Demak, hammaga rahmat guys. Bye bye.